12 muqami Harlaq Yunqa madaniyat xazinesidagi bebaho go'har. Emgekcan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farosatining jabri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy ziyonlik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq muzika asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq muzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqomlarining tarixi uzun, orq ko'rinishi keng va cho'ng. Muqomlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqomlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan baskorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq muzikasi. Bu ketim asliga vorislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqom, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi. Vay yüzün ebrine
Vay gözümün yaşıdın yer yüzü verdi Yasemen buldu Sabah zulfunu tar etti Meğer halim hıyalimde Sabah zulfunu tar etti Meğer Meğer halim hiyalimde yazıldı ey daha buldu örnedi Erhamen buldu Eğer şiirin için Ferhat köken bulsa Nitan sekkaki hem canan ulunda caniken buldu Aya derdim caniken buldu